Assalamu alaikum aziz muhtaram Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Bugun yana bir qatim muloqot bo'lishimizga nasib qilgan Allohga hamdlar bo'lsin. Bugun rasmiy temani boshlashdan burun azroq vaqtinglarni olib ikki turlik temaga bu qadar munosabati yo'q. İki turlik gap qistirib qo'ymoqchi. Birincisi, aldı bilen bu kitapni tanıştırıman. Fakat oğanda yaxşıroq deb yaqında bu kitapni nashr qildirib qo'ygan. Nashr qildigan kitaplar haqiqatan ko'p. Endi kuchimiz yetgan bargan siri bir-birlab nashr qilamiz-da. Hozir buni nashr qildik. Ko'rib turganingizdek, buning ismi Jannatga tutashgan yo'l. Bilasizlar, jannatga tutashgan yo'l deganning ma'nosini. Bo'libmi diniy sohada o'qigan kishilarimiz, dindan savodi bo'lganlar biladiki, bizni jannatga olib boradigan yo'l Xitoyga qarshi jihad qilgan yo'l jannatga olib boradi. Buning ma'nosi shu. Buningda bir qancha post var. 5 parça eser var bunun. Birincisi Erzancanlar. Erzancanlar uzundan beri tor dünyasında barıdı. 4-5 yıldan beri. Bunu hali köp adamla okugan menimce. Bu Nizamettin Hüseyin degan pishqadamlarimizdan biri ta'minlagan qag'iliqda bo'lib o'tgan bir voqeaga asosan buni adabiy asar qilib yozib chiqqan. Bu shu. İkincisi qon ichidagi buvoq. Qon ichidagi buvoq Barin voqeasining, Barin inqilobining kichikgina bir ro'jakdan ko'ringan bir parchasi. Buningga asos bo'lgan narsa 2002 yılı. Ben Kanada'ga yangi kelgan yılı. 10 ayning 30 kunidagi Erkin Asiya radyosunun programmasida, Uyg'urcha programmasida Barin inqilobida inqilobni bostirishga qatnashgan Xitoy armiyasining bir askari keyin Amerikaga kelib, Amerikaga iltijo qilgan. Bu askarning sig'inma advokati bizning muxbirlarimiz tarafidan ziyorat qilingan. Aşı advokat ve şu askarning so'zlab berganlariga asosan Barin inqilobi dushmanning nuqtasidan ko'rsatilgan bir parcha hikoya. Üçüncü eser Jannatga tutashgan yo'l. Bu kitapga nom berilgan eser, bunun içindeki bir post. Bu hammanglarga tanishlik bo'lgan Sharq Turkistonning yaqinqi zamon inqilobidagi eng mashhur voqea. Intayin az chiqim bilan intayin ko'p foydalangan iftixorlanishga tegishli bir voqea bo'lgan Saman voqeasi. Ve onun iki kahramanı
bu ədəbi əsər arqılıq diqqətinizə sunuldu. Nəhayət əfsuski, mən bunu nəhayət yaxşı yazışqa tırışqan bolsammı, detallar bulmağanlığı üçün, bu taşqırıga yetib kelgan uçurlar intayın çeklik bolğanlığı üçün, haqiqatan da bunu yaxşı yazalmay qaldım. Ko'nglimdagidek bo'lmay qoldi. 4-cü əsər Qan rənglik şəfəq. Bu həmmənlarga tanış olğan Yamayyar vaqəsi degan vaqə. Yamayyar Misha qonaqlığı və şu ətrafda yüz bergan qanlıq bir vaqə hikoya qilindi. Ahirida Çüş namlı yana bir post. Bu casusluq temizdeki bir post bu. Yani Xitay istihbaratının chet eldə elib barğan bir qıtımlıq operasiyası. Muvaffaqiyetli halda Şərq Türkistan inqilabçılarından birini G'arb davlatlaridan tutib Xitoyga ekitdi. Bu tamamen to'qilma. Ehtimolliqi bo'lgan bir voqea, ammo to'qilma. Bu kitap hozir Türkiye'de Sutuq Buğraxan kitapxonasi ve Teklimekan Uyg'ur kitapxonasi tarafidan tarqatilyapti. Qiziquvchilar shu yerdan olsa bo'ladi ve mening Aynek Biz degan tor bitim orqali zakaz qilsam bo'ladi. Mening qistilmoqchi bo'lgan temaga aloqasiz degan ikki ishdan birisi bu. Endi yana biri aldığın qitimliq video sözümge qarata, yani bazı ilmi səpsətələrə rəddiyə namlıq video sözümge qarata bazılar qarşı inkaslı bolğan. Ve bu inkaslardan birini bir WhatsApp topada görüp kaldım. Ben o yerge cevap yazay degiçe onu jutturup koydum. Şunlaşka bu cevapını bu yerde vermekçiyim. İnkas yazgıcı meni başkalarını közge ilmedi, otur katlam dedi, otur seviye dedi degan bir töhmetni qipti. Demek o yüzünü xeli tushungan adamlardan birisi hisoblab yezibdi buni ve bizmi sendan qag'ich emas demoqchi bo'libdi-yu, o kadar oddiy, o kadar tushunishli gapni tushunmabdi. Mening otur qatlam deganim tashviqotning ob'ekti olgan omma. Tashviqot qilg'uchi u bilarman shaxslar emas. Bu bilarman shaxslarning tashviqotining ob'ekti olgan omma otur qatlam bo'ladi. Chunki tashviqotning prinsipi otur qatlamga xitob qilish. Buni to'g'ri tushuning qarindishim. Ben o teşviqat qilayotgan, sahnalarga chiqib, o'tirg'iga chiqib, bo'y ko'rsatayotgan o janoblarni demoqchi emas. Bu bir nuqta. İkincisi, şu sözümüzdilla mezi çuğulup paxtisi etüytilgen o'qishlar qaytadan tilga ilinibdi. Kuyayotgan öy. Adamni qutqizimizmi öy?
Bunu dep bolduk kardeşim. Dep bolduk. Bu hiç mahiyetlik okşaşlık olmagan fakatlı öz sepsetisini bir ispatga, bir delilge goya, bir tayançqı igi qilish üçün oydurup çıkılgan okşatışlar. Bunun hiç okşamaydı. Bizim işimiz. Şunlaşqa bunun cevabı berilip boldu. Qayta anlap baksanız obdan bilisiz. Yana birisi isim tanışışının mühim emasligi to'g'risida. To'g'ri. Anlamakqina aytı to'g'ri. İsim tanışışının hech qanday ahamiyati yo'q. Adam ilavas isim tanışımızmı? Xo'sh, siz nima uchun tanishsiz unda bo'lsa? Sizmi talashmang? Sharq Turkiston deganga keling, tutdi bu ish. Nimaga talashsiz? Bu yerda intayin assalliqmish Xitoyning odamlari, boshqalarning hammasi vatanparvar ekan. Agar siz vatanparvar bo'lsangiz, vataningizning ismiga keling. Xitoy qo'ygan ismga emas, vatanning ismiga keling, ism talashish shuning bilan tugaydi. Buning to'g'ri yo'li bu, oson yo'li bu. Haqqi ism talashmayin deysiz, undan Xitoy qo'ygan ismga yopishib olasiz o'zingiz. Nima deyishimiz mumkin buningga? Sharq Turkiston nimaga putlashdi? Putlashqa yeri bo'lsa-da. Ammo Xitoy qo'ygan o ism bizning g'ururimizga putlashdi. Siz deysizki Sharq Turkiston ishimiga putlashmadi, bizni suyimiz bo'lsin. Unda o'z keling, tashlang uni. Ism talash shuning bilan tugaydi. Agar siz Junguliq emas, Sharq Turkistonlik Uyg'ur bo'lsangiz, vataningizning ismini atashdan nima bu kadar qochsiz? Kim chekladi buni? Cheklagan bormi? Men shu so'zimning o'zidan aniq dedim. Bu faqatli bir umid, bir xomtama. Bunun hech qaysisiga kapolat yo'q. Agar siz desangiz ki falan hukumat, hukumat davlatning hukumati yoki Birlashgan Millatlar Tashkiloti Sharq Turkiston desang bu ishing oqmaydi dedi degan faktingiz bormi? Yo'q. Sharq Turkiston deyishdan kim chekladi sizni? Bu erkin dunyo. Xitoy hukmronligi emas bu. Vatanimizning ismini o'zimiz tug'ilib cho'ng'ilgan tuproqning ismini o'zimizning tilida atash aqalli kishilik huquq bu. Aqalli. Eng tuvanchakli kishilik huquq bu. Biz shunimi deyamizsak buning erkin dunyolik qana? Hech kim cheklamaydi buni. Ishoninglarki, hech kim cheklamaydi. Men ko'rishdim Amerikaning hukumat arboblari bilan. Biz Sharq Turkiston dedik. Gapimizning hammasida umma Sharq Turkiston dedi. Hech sen unda dema, unda desang bo'lmaydimi, ishing oqmaydi degani yo'q. Bu ish aniq mana. Bu kadar aniq. İmza toplasak yoki iltimos sunsak, talab sunsak, Sharq Turkiston deyish bizning haqqimiz, aqalli haqqimiz bu. Agar g'arb dunyosi o'zini erkinlikning, demokratiyaning qo'rg'ini hisoblaydigan g'arb dunyosi bizni vatanimizning ismini o'zimizning tilida atashdan cheklaydigan bo'lsa, uning o sapsatillari yolg'on bo'ladi. Cheklamaydi ishoninglar buningga. O'zingizning mayilligi bu. Yoshurun eninizda xamallangan negativ uchurlarning ko'pligidan u teshib chiqyotadi tilingiz orqali.
bu yoshurun angning iqrori deyildigan. Ba'zida biz angliqligimizda yoshurib padazlaydigan ve özümüzni güzelleştirip ko'rsatadigan ba'zi chaqlarda ixtiyorsiz holda tilimiz qechib deb soladigan ishlar bor. Aşısı rost. İçimizdekisi asli u. Sizning qilayotganingiz shu. Xo'sh, vaqtinglarni ag'nim uchun Apple so'rayman. Meningcha bunda sapsatlarga yetarli javob bo'ldi. Buning yana talashadigan yeri yo'q. Agar ism talashmayman desangiz, keling Sharq Turkiston deyli, tugasin bu ish. Xo'sh. Bugungi videoning nomeri 63 isteksiz urushning 3-qismi. Psixologik urush. Ve bu psixologik urush bölümünün 1-qismi. Bu bölümde, bu 1-qismda biz asaslık qilib psixologik urush atalg'usining ta'birlari, tarixi, ahamiyati, qimmati qatorliq haqida bir umumiy tushuncha berib o'tamiz. Bugungi so'zimizning asosliq negizi psixologik urush haqida umumiy tushuncha. Ko'pchilikka ma'lum bo'lgandek, urush ikki kuch orasida bo'ladigan, ya sen, ya men deydigan ilishishdir. Bulardan bugungacha xalqimizga ma'lum bo'lgani muntazam urush, partizanlik urushi. Bu urush qurolliq va zo'ravonlik turidagi urushlardir. Bu urushlar haqida har kimning aqlida ma'lum hukm bor. Buni obdan idrok qila oladi. Kinolarda ko'rib turdi urush kinolarida. Urush degan shu deymiz. Ammo bizning bu yerda so'zlaydiganimiz psixologik urush. Gerçi psixologik urushning tariximi qonliq urushlar tarixidan qisqa bo'lmasa-mu, lekin buning nazariya jihatdan bir urush turi sifatida tushuntirilishga boshlanganiga uzoq bo'lmadi. Bugun psixologik urushlar rasmiy turda planlanmoqda, qadam bosqichli holda amaliyleştirilmoqda. Biz bu urushning hujumiga eng ko'p, eng shiddatli, eng rahimsiz uchragan bir millat bo'lish sifatida buni cho'qim tushunishimiz kerak. Bu temaning ahamiyatini tushunishimiz kerak. Bir millat düşman deb bilgan boshqa bir millatni qarshi kuch bo'lishdan chiqarish. Ya'ni qarshilik qilolmaydigan qilish. Bo'ysundirmak, o'zlashtirmak yoki butunlay yo'q qilmoq uchun cho'qim armiyasi bilan hujum qilishi va bir qonliq urush elib berishi shart emas. Diqqat qildingmi? Qonliq bir urush. Armiya bilan armiya o'rtasida bo'ladigan urushga o'xshash qonliq bir urush elib berishning shart emasligini deydi. Bir millatni tamamen bo'ysundirish yoki yo'q qilish uchun. Raqib kuchlarning irodasini boshqa usullar orqali eritish, chiritish va yemirib tashlash tamamen mumkin. Qurolliq urushsizmi? Qiyg'il bo'ladi bu. Raqiblarning irodasiga, ma'naviyatiga qarshi elib beriladigan urushni psixologik urush deymiz. Xitoylarning tarixda o'tgan harbiy nazariyachisi, harbiy olimi deyilyapti. Meningcha uncha bo'lami emas. Xitoy hiligarligini sistemalashtiruvchi bosh hiligar desak ham to'g'ri kelishi mumkin. Sun Tzu urush san'ati nomli hili dasturida shunday deydi. Dushmanning o'z roziligi bilan taslim bo'lishi eng yaxshisidir.
hujum qilib yengish buningdan oz ahamiyatlidir. Nima uchun? Qarindoshlar, o'yladingmi buni? Düşmanning o'z roziligi bilan taslim bo'lishi nima uchun eng yaxshisi? U o'z roziligi bilan taslim bo'lgan ekan, tekrar bosh ko'tarmaydi, qarshilik qilmaydi degan gap. O'z roziligi bilan taslim bo'lish degan, o'z roziligi bilan bo'ysunish, qarshi hukmronlikni qabul qilish degan gap, shartsiz qabul qilish degan gap. Uning uchun dushmanning o'z roziligi bilan taslim bo'lishi nihoyatda ahamiyatli bo'ladi. Nihoyatda yaxshi bo'ladi. Bu so'zni cho'nqurroq idrok qiladigan bo'lsak, psixologik urushning texmi muhimligini his qila olamiz. Muntazam urushda dushmanning moddiy imkonlari vayron qilinishi mumkin. Holsizlashtirilgan dushman taslim bo'lishga yoki bo'ysunishga majbur bo'lgan bo'lishi mumkin. Holidan ketgandikan, qanday bo'ldi bu? Bo'ysunishga majbur bo'ldi, taslim bo'lishga majbur bo'ldi. Lekin qalbidagi o'chmanlik texmi kuchayish tabii. Ammo psixologik urush bo'lsa, insonning ma'naviyatiga, ruhiga qartilgan bo'lg'achqa, ruhdan mahrum qilingan kishilarning qayta bosh ko'tarish ehtimolligimi yo'qqa chiqqan bo'ladi. Xuddi bugungi Uyg'urlardek. Ba'zi mutaxassislar psixologik urushni zihinlarga qaratilgan, insonning zehniga qaratilgan zo'ravonlik va bu xil zo'ravonlikning sistemalashtirilishi deb ta'riflaydi. Ba'zilar urush avval ruhda, milliy irodada qozonildi, ondan jang maydonida qozonildi deydi. Bulardan shuni ko'ra olamizki, psixologik urush dushmanni uzil-kesil yemirib tashlashda muntazam urushdinmi muhim va muhim bo'libli qolmay g'alaba mevasiga texmi ishonch qayg'ili bo'ladigan bir xil urushdir. Bu nima degan gap? Nima uchun g'alaba mevasiga ishonch qayg'ili bo'ladi buni? Chunki muntazam urushda insonlar jismoniy jihatdan bo'ysundirildi. Dushman yoki raqib jismoniy jihatdan bo'ysundirildi. Uning qurollari o'q do'risi tugaydi, moddiy imkonlari tugaydi, holidan ketadi. Uning uchun taslim bo'ladi. Ammo vaqtning o'tishi bilan u hallanadi yana. Tekrar kuch-quvvat qozonadi. Andin tekrar qarshilik harakati boshlashi mumkin. Chunki uning ruhi bo'ysunmadi, jismoniyati bo'ysundi. Ammo uning ichida qarshilik hala mavjud. Dushmanni dushman deb taniydigan qarshilik, bu ruh, bu bo'ysunmaydigan bir iroda hala mavjud. Unda bo'lganligi uchun muntazam urush bilan bo'ysundirilgan millatlarni bo'ysundirdik deyish bir az baldurlik qiladi. Bunun bo'ysungan bo'lishi notayin. U fursat topsilli qarshilik qiladi. Ammo psixologik urush orqali ruhlar tatib olingan, insonlik tatib olingan, ma'naviyati buzib etilgan bundaq bir xalq, bundaq bir millat tekrar bosh ko'tarolmaydi. Shunlashqa bu xil bo'ysundirishda bu g'albining g'olibiyat mevasiga texmi ishonch qayg'ili bo'ldi. Chunki tekrar bosh ko'tarmaydi. Ham bosh ko'tarolmaydi. Bir urushni qozonmoq faqat qurollarning ilg'orligi bilan bo'lmaydi. Hech qanday ilg'or qurol bir millatning irodasi, sabr va chidami, matonati, birlik ruhidan ustun bo'lmaydi. Gitler bu haqda men buni ko'p naql qildim kitoblarimda.
qurollarni nereden topamiz degan masala muhim emas. Muhimi qurol tutishga jur'at qiladigan ruhni nereden olamiz degan masala tag'in muhim degan edi. Bo'libmi bugungi dunyoda ilm fanning taraqqiyoti borliqqa keltirgan imkonlar, insonlarning madaniyat safasidagi yuksalishlar, urushni ma'naviy jihatdan qozonishning ahamiyatini qatma-qat orttirmoqdadir. Psixologik urush faqatla davlatlar orasida emas, raqib partiyalar, raqib tashkilotlar orasida bo'lishi mumkin. Biz tashviqot haqidagi temalarda tilga olgan mutlaq g'alaba usuli. Oldingi ancha uzun bo'lmadi buningga. Mutlaq g'alaba usuli degan bir xil usul bor. Shuningga oid bir tashviqot yoki psixologik urush siyosiy hayotimizda bugun kishilarning aqliga kelib talash tortish qilayotgan. Bugun aqliga keldi xalqning. 20 yilning bugun aqliga kelyotadi ve bugün ancha-muncha talash tortish qilayotgan birdan bir vakili iddaosidir. Buningdagi go'yo allaqachon belgilanib bo'lgan, allaqachon kishilar birda qabul qilib bo'lgandek talaffuz bilan qilingan bu iddaoning psixik ta'siri ta hozirgacha nurg'un kishilarimizni qaymoqtirib turmoqda. Birdan bir vakili. Psixologik urushning mutlaq g'alabasimi xuddi muntazam urushlarda bo'lganidek istixborot faoliyatining qanchalik aktiv va jonliqligiga bog'liqdir. Psixologik urush uchun kerakli uchurlarni ta'min etadigan istixborotga psixologik urush istixboroti deyiladi. Bu istixborot bir davlatning yana bir davlat ustida milliy manfaatlarini amaliylashtirish yo'lida ijro qilayotgan psixologik urushda lazımlık her sahadaki harbiy, siyasi, iqtisodiy, ijtimoiy, ideologik ve texniklik acizlikleri, sezgir noktalarını sistematik tarzda tekshirish, kuzatish, analiz qilish qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Psixologik urush istixboroti. Maqsadi dushmanning, do'stning barlıq ijtimoiy aloyidliklariga hukmronlik qilib, uning barlıq kuchlik va zaif taraflarini tushunmak. Nishondagi obyektning strategik aqlini va ijtimoiy psixologiyasini yimirib yetadigan shaklda analiz qilinish kerakdir. Kültürel to'qilma analizi. Kültürel to'qilma degan bizning zag'ir tilimizda Rəxti yaxşı ekan deymiz, ama tegi yaxşı ekan demamda rəxtni tutib beqib, rəxti yaxşı ekan deymiz. Aş to'qilmishi. Bir millatning to'qilmasi yani. Kültürel to'qilma. Yani rəxtimiz. Millat bo'lish sifatida rəxtimiz tegiva rəxmi yoki chittin pittin rəxmi. Tegi yo'q rəxt degan oson eshitib ketadi-ku. Mana shu to'qilmani analiz qiladigan gap. Raqib millatning kültürel to'qilmasini analiz qiladigan ish. Qanday to'qilma? Raqt pishiqmi yoki raqti o'solmi degandek. Diniy hayoti. Bu analizlarninki biri kültürel to'qilma analizi, Endin dini hayatı ve itikadi. Bunun için bu ikki bu dini hayat başka, itikat başka mı? Tabii ki. Dini hayat degeni siz itikadınız belgilegen prinsiplarni qanchalik amaliyleştirip yaşayatsız degan gap. Dini hayat. İtikadınız o mesela İslam. İtikadınız İslam. Ama o sizin hayatınızda qanchalik aks etadi o İslam. Farz ruknlarini qanchalik ijro qilasiz? U tadqiq qilindi, u analiz qilindi. Sarxil kishilar, yana shu millatning sarxil kishilari
alayida tadqiq qilinishi kerak bo'lgan taraflardir. Muvaffaqiyatlik bir psixologiyalik urush istixboroti uchun muvaffaqiyatlik bir strategiya va siyosiy, shundaqla jamiyatshunoslik istixboroti shartdir. Psixologiyalik urushni muntazam urush tarixidek uzun deb o'tgandik. Tarixda Hannibal, bu bizga rus tili orqali ilgari Gannibal deb kirgan bu ism. Bu Rim imperiyasi davrida yaşagan bir qahramon. Tarixda o'tgan Hannibal, Sezar Rim Cumhuriyeti'ni Rim imperiyasiga aylandırgan tunji diktator Sezar. Bu Sezar bizning diniy kitoblarimizda Arabchadagi talaffuzi bilan, Arabchadagi atalishi bilan muftu ekkirilgachga Qaysar deb tarjima qilindi. Qaysar emas. O Qaysar degan bizning tilimizda Uyg'urcha bir gap bu. Qaysar, chidamliq degan, azob uqubatlarga chidaydigan degan ma'nodagi Qaysar. Bu tamamen münasibetsiz. Bu tarixda o'tgan o diktator Sezar. Tunji Rim diktatori Sezar. Ve onundan keyingi barliq diktatorlar o'zining ismining oxirisiga Sezar qo'shadigan bo'ldi. Hatto birinchi Rim imperiyasi munqarz bo'lgandan keyin ikkinchi Rim imperiyasi, ya'ni Bizanislarning diktatorlarimi o'zining ismiga Sezar qo'shadigan bo'ldi. Shundaqla o'zlarini Xristian dinining qo'g'dug'chisi hisoblaydigan bu Rim imperiyalarining hammasi o'zini Xristian dinining muhofizatchisi deb hisoblaydi. Va uchinchi imperiya Rus imperiyasimi o'zlarining podshohlarini Sezar deb ataydigan bo'ldi. Ama bu Ruschada Tsar deb atalgan bo'lg'achqa Uyg'urchaga bu Char deb texmi münasebetsizleşip aşında özgürüş hesap geldi. Ameliyette şu Çar, Rusçadaki Tsar ve asli İtalyançadaki Sezar. Birlam isim. Tarixda o'tgan Gannibal yoki Hannibal Sezar qatorliqlarning pil qo'shuni. Ameliyette bir xil psixologiyalik urush taktikasi edi. Nima uchun? Filnayt yo'g'on hayvon. Bilasizlar. Necha tonna kilodan ayriliq. Yer yuzida quruqlikda yashaydigan hayvonlarning eng cho'ngi bugungi zamonda. Va buni qo'shinning oldiga selib mansingiz qarshi taraf ruhiy jihatdan yimiriladi. Qarshi taraf o'zining dushmanlarining oldidagi o pillarni ko'rgan vaqtida o ruhiy jihatdan tugishidi. Qo'rqishga boshlaydi. Onun uchun bu psixologiyalik urush taktikasi hisobida tilga olinmoqda. Chingizxonmi psixologiyalik urush taktikasini nayt ustulik bilan ishlatgan dehalarning biri hisoblanadi. Bu deha degan so'z dahi degan so'z bilan bir jiltizdan kelgan. Dahi degan deha sahibi bo'lgan insonlarning nomi. Uningdagi alayidlikning ismi deha. Chunki Chingizxon qo'shinlari yetib berishdan burun nurg'un ayg'oqchilar orqali nishondagi tuproqlarga evatilgan bu ayg'oqchilar xalq arasida so'z cho'chak yeyib qattiq bir vahima taraydi. Ya'ni Chingizxonning qudrati,
qo'shinlarininki rehimsizligi, qonxo'rligi, bo'ysunmagan qavmlarni qanday qilib etish haqidagi so'z cho'chakni terib kishilarga g'ulg'ul soladi ko'ngliga. Bu vahima tufaylidan birmuncha davlatlarning podshohlari davlatni tashlab qochib ketgan. Va Chingizxonning qo'shinlari yetib kelganda bu davlatning podshohsiz qolgan fuqarolari Chingizxonni qarshi olgan. Mana bu psixologik urush. Bundan boshqa tarixda bizning o'zimizning tarixida Orxun Yenisey abidalaridagi o'gitlarmi bir xil psixologik urush tekstlari hisoblanadi. Uningda Xitoylarning xatarli xususiyatlari tilga olinib, Türk avlodlari ogohlantirilgan. Sunzining Urush san'ati nomli kitobi balkim tunji nazariyalashtirilgan psixologik urush dasturi bo'lgan bo'lsa, Machiavellining hükümdarlar dasturi texmi takomillashgan bir nazariya qo'llanmasidir. Psixologiyalik urush haqida. Bu kitob psixologik urushning ham hokimiyatni qo'lga olishda, ham hokimiyatni saqlab qolishda zarur ekanligini ta'kidlaydi. Psixologik urushning ahamiyati va ko'p tarafliligi 20-asrning boshlaridan boshlab qayta tushunilishga boshladi. Shundaqla organlashishga qarab taraqqiy qildi. Psixologik urushning haqiqiy turda bir organ asosiga ega bo'lishi va ilmiy tartib oldiga kelishi Ikkinchi dunyo urushining g'arbisida boshlandi. 1940-yillardan boshlab intayin tezlikda taraqqiy qildi. Ba'zilar Amerikaning Ikkinchi dunyo urushi qatnashishi bilan birga boshlanganligini ilgari surmoqda. Amerika Ikkinchi dunyo urushiga kirgandan keyin Amerika universitetlarining eng sarxil sosyal ilimlarlari bir yerga keltirilib, 3 nishonga yetish uchun ish boshladi. Hukumatning tashkillashi bilan universitetlardagi sosyal ilimlar, ya'ni jamiyatshunoslik, psixologiya qatorliq sohalarning professorlari bir yerga to'plandi va ularga 3 nishon belgilab berildi. Yetishlik tegishlik. Birinchisi, Amerika qurolli qismlarining ma'naviyatini o'stirilishi. Ikkinchisi, ittifoqdoshlar jamoatiga xabarlarning yetkazilishi. Mutaxassisligimiz o xabar yetkazilmamda. Bu yerda diqqat qilishga tegishli nuqta shuki, bu xabarlar ittifoqdosh davlatlarning jamoati xalqiga yetkaziladigan xabarlarni ularning ruhini o'stiradigan, jasoratiga ilhom bo'ladigan shaklga aylantirib xabar qilish demakdir. Uchinchisi, dushmanning ma'naviyatiga hujum. Bu navbatda biz tilga olayotgan psixologik urushning asosiy gavdasi. Dushmanning ma'naviyatiga hujum. So'g'oq munosabatlar urushi jarayonida G'arb va kommunizm blogi psixologik urushga nihoyat ko'p mablag' ajratdi va nihoyat nurg'un mutaxassis safarbar qildi. Bu mezgillarda psixologik urush ba'zida harbiy harakatlarni qo'llovchi, qo'shimcha ishlam vositasi, ba'zida siyosatning bir kategoriyasi, ba'zida bo'lsa umumiy bir urushning oxirgi nuqtasidagi bilim sifatida tushunildi. Deb o'tganimizdek, bugungi ilm-fan taraqqiyoti kuch muvozanatlarining o'lchamlarini buzib o'tmoqda. Shunga psixologik urush faqatla boy davlatlarning ojiz davlatlarga qaratilgan urushi bo'lishini atayin. Bu urushning arzon to'xtaydigan taraflari nomrod davlatlarning, hatto davlat sirti aktyorlarning. Bizga o'xshash. Bizning bir dushmanimiz var ama davlatimiz yo'q. Davlat sirti aktyor biz. Bu qurolga ega qiladi. Ya'ni psixologik urushning qurollariga ega bizmi? Agar shuni biladigan bo'lsak.
bir hakimiyet sırtidagi ojiz millatmi bu urush taktikasini to'g'ri qo'llana olsa, kuchli davlatlarning milliy irodasini yemirib o'talishi mumkin. Muntazam urushlar to'xtaydi. Ammo psixologik urush davrida qanday bo'lgan bo'lsa, tinchlik davridami o'xshashli davom qiladi. Balkim texmi ko'p qirliq bo'lishi mumkin. Texmi murakkab tusilishi mumkin. Bu nuqtadan aytganda psixologik urush uzluksiz urushdir. Uning tinchlik kelishimi, urush to'xtatish kelishimi bo'lmaydi. Bu nuqtada Leninning tinchlik urushning boshqa shakldagi davomidir degan so'zi bilan Mao Zedongning siyosat qonsiz urush, urush qonliq siyosatdir degan so'zini eslatishimiz mumkin. Davlatlar yoki millatlar orasidagi harbiy, siyosiy, iqtisodiy va kultural kurashlarning tayanchi bo'lgan milliy kuch ikki asos tarkibga ega. Buning biri moddiy kuch, yana biri ma'naviy kuch. Milliy g'urur davlat va to'plumga qarata shaxslarda bo'lgan yuksak mas'uliyat tuyg'usi, hamkorlik, ma'arif saviyasining yuqoriligi, davlatga yoki millatga bo'lgan sadoqati, ishchanlik, durustlik qatorliq alohidliklar bir millatning ma'naviy kuchi hisoblanadi. Buningdan foydalanib biz davlatchilik eni degan hukmning ta'birini topa olamiz. Davlatchilik eni degan nima degan savollarni so'rg'uchi qarindoshlarimiz ko'p bo'ldi. Menga xat yozganlar bo'ldi. Buningdan bu ta'rifni topa olamiz. Yuqoridagi jumladan. Ya'ni davlat va jamiyatga qarata yuksak mas'uliyatchilik tuyg'usi davlatchilik eni demakdir. Bir millatning ma'naviy kuchi bo'lmasa, moddiy kuchi yo'q bo'ladi. Yoki yo'qqa yaqin bo'ladi. Psixologik urush moddiy tarkiblarni emas, moddiy tarkiblarni ishlatadigan ma'naviy tarkiblarni nishonga olib, moddiy tarkiblarning raqib tarafidan ishlatishini to'sadi. Psixologik urush orqali raqiblarning zehni tutuqlashtirildi. G'oyasini, milliy kimligini yo'qotib qo'yishga qistiladi. Milliy manfaatlarini to'g'ri tekshirib chiqishga to'sqinlik qilindi. Biz shuni uchirdik masalan. Zehnimiz tutuqlashtirildi, g'oyamizni, milliy kimligimizni yo'qotib qo'yishimizga qistaldik. Milliy manfaatlarimizni to'g'ri tekshirib chiqishga to'sqinlik qilindi va bu tufaylidan bugungacha milliy manfaatlarimizning nimaligini bilmay, yuqorida deb o'tganimizdek, ism talashmasa qo'lti deydi-yu, o'zi talashadi. O'zing Xitoy qo'ygan ismning ustida talashyapsan. Onu tashlab o'tib kelsanglar, bu talash tugaydi. Milliy manfaat degan bu. Raqibning o'zini qo'g'dash, dushmanni to'g'ri tunish iqtidori tortib olindi. Psixologik urushni ommaviy hipnotizm faoliyati desam bo'ladi. Hipnotizm degan hipnoz qilingan. Burun rus tili orqali tilimizga o'zlashgan shakli gipnoz. Gipnoz. Bu millatimizda tarixdan kelayotgan bir xil davolash usuli bor. Ba'zi jinkesh daxillarning bir odamni yiqitish orqali, ya'ni uningga bir narsani o'qisa, u yiqiladi. Hushsiz holatda turib so'zlaydi. Kasallarini deb turdi, nurg'un maxfiy narsalarni deydi. Mana shu odamning yiqilgan holati, yiqilgan odamning ashi yerim behush holatda yoki yerim uyquliq holatdagi ashi davrini hipnotizma deydi. Ya'ni bir millatni psixologik urush orqali ommaviy hipnotizmi qilib oladi degan gap. Dahan yiqitgandek yiqitqini bo'ladi. Ashunda so'zlaydigan qilib qo'ygan bo'ladi, hushini bilmaydigan qilib qo'ygan bo'ladi degan gap.
Psixologik urush ega bo'lgan alayidliklarga qaraganimizda, uning eng az degandimi bir millatning psixologiyasini qurol sistemlarichilik hujumga mudofiasiz holga keltirib qo'ya oladi. Eng az deganda qurol sistemlarichilik ish qila oladi ekan, eng az deganda. Amerika harbiy istixbarotining Sahro ta'limnomasida shundoq bir ta'rif tilga olingan. Chet el xalqlarining nishon qilingan ommaning sezgilarini, harakat sabablarini, obyektiv baholarini va bevosita chet el hukumatlarining, guruhlarining va kishilarning haddi-harakatlarini tanlangan uchurlar, isbotlar yo'llab, ta'sir ostiga ilishni plan qilgan operatsiyalardir. Psixologik operatsiyalarning maqsadi nishon qilingan yotlarning o'zimizdan boshqa kishilarning tutum va harakatlarini o'zimizning nishonlariga uyg'un yo'sinda almashtirib etmakdir. Bizning nurg'un kishilarimiz bugun Xitoy o'ylagandek o'ylaydigan bo'ldi. Xitoy to'g'ri deganni to'g'ri deydigan bo'ldi. Xitoy ching turganda ching turadigan bo'ldi. Bular mana shu psixologik urushning g'albillari shu. Xitoyning g'albi mevillari shu. Natija e'tibori bilan maqsad shuki, dushmanning irodasini ojizlatish, dushman saflarida shubha, mamnuniyatsizlik va qarshilik yaratmoq. Bu jarayonda bir tarafdan tarafsiz bo'lgan qarshi tarafga bog'lanmagan tarkiblarning qo'llash va hamkorlikni qo'lga keltirishga tirishiladi. Yana bir tarafdan do'st kuchlarning ruhini ko'tarishga tirishiladi. Psixologik urush iqtisodiy, ijtimoiy, kultural, siyosiy, harbiy, texnik jihatlardagi milliy kuch tarkiblariga tayinib bir davlatning yoki davlatlar guruhining boshqa davlat yoki davlatlar guruhiga qarshi o'z irodasini tengish maqsadi bilan amaliylashtirilgan muntazam urushni kerak qilmasdan ilib beriladigan faoliyatlardir deb ta'rif qilishga bo'ladi. Omma psixologiyasi yoki pada psixologiyasi mi dedik ilgarilda. Omma psixologiyasi degan kitobning yozuvchisi Gustav Le Bon shunday deydi. Ishiltishni bilsang, psixologiyalik yoki psixologiyaning ustixonalarida dunyoning eng qudratli toplaridan ta'siri zo'r bo'lgan qurollarni yasag'il bo'ladi. Top yasaydigan ustixonani ko'z oldingizga keltiringlar. Top zambirik yasaydigan. Psixologiyaning ustixonasida uningdanmi qudratli toplarni yasagan bo'ldi ekan. Qisqasi, psixologik urush va uning muhim amaliylashtirish vositasi bo'lgan psixologik harakat raqib yoki do'st davlatning qaror olg'uvchilari va xalqqa qartilgan zehnsel ta'sir berish qilmishidir. Sovet ittifoqining hech bir urushda yengilmagan turliq yemirilganligimi mutaxassislarning o'rtaq qarashicha psixologik urushda yengilishdan kelib chiqqan natijadir. Bu nuqtani yana shuningdek keskin jazmlashtirishga bo'ladiki, Reagan Amerika rais jumhuri bo'lgandan keyin Sovetga qarshi nihoyatda zo'r ko'lamli psixologik urush boshlatdi. Bu yenidan ko'lamlashtirilgan psixologik urushning boshlanishi bo'lgan 1982-yilida Reagan shunday izohat bergan edi. Dunyoviy tirkishishlarning xulos uzun so'zligicha bombalar yoki boshqariladigan bombalar emas, balki irodaning va g'oyalarning sinoqdan kechirilishi bo'lib qoladi. Bunun bilan parallel harbiy hozirliklarga selingan mablag' Sovet ittifoqini bu raqobatda yengilmaslik uchun texmi ko'p harbiy xarajat selishga majburlash bilan Sovet iqtisodiy bu yukni ko'tarolmas holga kelgan edi. Yemirilish garchi iqtisodiy jihatdan yemirilish bo'lib ko'ringan bo'lsa-mu, oqisida mana shu istuteksiz urush bor edi. Demak, psixologik urush mana shunday qudratga ega. Qarindoshlar.
Bu bugün sözlügenlerimiz psikologiyalik uruş haqidagi umumiy tushuncha. Keyingi qismda ko'rishaylik. Hozircha hammanglar Allah'a emanet. Allah hammanglarni ishinglarda muvaffaqiyatli qilsin.